Assalomu alaykum. Eng avvalo kirib kelayotgan yangi yillaring bilan. Qolaversa bir Guliston tumani So'g'ibot nafesida yashovchi bir Sarvajon ukaxonimizni jigar sirrozi bo'yicha kasalligi aniqlandi. O'zi bular Kamolli Resida turardi. So'g'ibot xalqi qo'ldan kelganicha, xalqimiz, qishlog'imiz qo'ldan kelgancha yordam beryapti, lekin bu yigitni operatsiyasi uchun yine mablag' yetmay qolyapti. Shuni sizlardan bir iltimos, qo'limizdan kelganicha shu insonni sog'ligi uchun, sababi yordam bersak, sababi qaramog'ida 3 ta qiz farzandi bor, yolg'iz onasi bor. Shunga eng baxtliisi, eng asl baxtliisi shu yigit edi. Biz shu sababdan shu ular bir dard bergan ekan, shu sirroz kasali bo'lib qoldi. Shunga endi yordam ko'rsatsak shu yigitga. Yana imkon boricha biz harakat qilyapmiz. Lekin mablag'imiz yetmayapti. Sizlardan shu iltimos. Oğlumga nima qilinglar, yordam beringlar. 3 ta bolasi bor, qiynalmasin. Yordam beringlar mahalla. Yaxshi o'tib ketsin. Bu bolamga nima qilinglar. Shuni ko'ryapsizlar, yotibdi. Iltimos. Assalomu alaykum. Jiyanim 2 oydan beri jigar sirrozi bilan kasallanib yotibdi, og'ir ahvolda. Sizlardan iltimos qilaman, shu xo'jayinimga yordam beringlar. 3 ta bolam bilan otasi qolmasin, 3 ta bolam. Sizlardan iltimos, yordam berishlarini so'rayman.